Nima uchun uzun marketda kiyim-kechak savdosini qilish juda ham qiyin? Ikkita sababini aytaman, yoqida ushlab qolmasangiz bo'ldi. Birinchi sababi juda ham ko'p qaytuv bo'lishi, ya'ni mahsulot qaytib kelishi. Misol uchun bitta odam 46 razmerdagi ko'ylakni kiyadigan bo'lsa, 44, 46, 48 razmerdagi ko'ylakni aytishyapti. Yetib kelgandan keyin o'ziga ma'qul kelgan loyig'ini bittasini olib qolib, qolgan ikkitasini qaytarib jo'natib yuborishyapti. Bu holatda sotuvchi asabini, vaqtini yo'qotyapti va qaytib kelgan mahsulotni qayta sortirovka qilib joylashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi sabab bo'lsa, hozirgi kunda juda ham ommalashib ketdi. Ya'ni ba'zi bir odamlar kiyimni zakaz qilib, 1 kun, 3 kun, даже 5 kun kiyib, uni qaytarib topshirib yuborishyapti. Chunki 10 kun ichida o'sha mahsulotda hech qanaqa shikast yetmagan, qanaqadir holat bo'lmagan holatda qaytarib topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bir xil bu yoqda qabul qilayotgan punktlarda e'tibor bermay qolishyapti va buni natijasida hidlangan, kiyilgan va sifatsiz kiyim yetib kelyapti. Endi bu kiyimni siz hech qanaqa sotuvga chiqara olmaysiz. Bu hozirgi kunda eng ommalashgan ikkita sababi. Siz yana qanaqa sabablarni bilasiz? Izohda yozib qoldiring.